Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 7-sinf O'zbekiston tarixi 5-mavzu G'arbiy turk xoqonligi tarixi bilan tanishamiz. Dastlab mamlakatning hududi va boshqaruvi haqida tasavvurlarga ega bo'lib olsak. Ushbu davlat ikkiga bo'lingan, turk xoqonligi ikkiga bo'lingandan so'ng asosan o'troq aholi yashaydigan mintaqada G'arbiy turk xoqonligi joylashgan edi. Aholining katta qismi o'troq dehqonchilik, hunarmandchilik va savdo bilan shug'ullangan. 7-asrning birinchi chorakda G'arbiy xoqonlik nihoyatda kuchaygan. Uning sharqiy chegarasi Oltoyda, janubda esa Hind daryosigacha borgan. Hind daryosi ayrim manbalar Sind daryosi deb ham yuritiladi. Hududlarda mahalliy hokimliklar saqlab qolingan edi. Ammo muhim mintaqalarda Xoqon xonadiga mansub shaxslar tayinlanar edi. To'nyabg'u hukmronlik qilgan davrda mahalliy hokimliklar nazoratda ushlashni istadi va boshqaruv islohoti o'tkazdi. Aynan ushbu shaxs mahalliy hokimliklarga Yabo unvoni berdi. Shu orqali ularni o'ziga noyib qilib tayinlab oldi. To'nyabg'u G'arbiy turk xoqoni bo'lgan 618-630 yilda hukmronlik qilgan shaxs haqida gap ketmoqda. Bundan tashqari, ushbu davrda O'rta Osiyo, Sharqiy Turkiston, Toxariston hududlaridagi hokimliklar ustidan siyosiy nazoratni kuchaytirish uchun tudun lavozimi joriy qilinadi va hududlarga bular yuboriladi. Ijtimoiy hayot haqida biroz suhbatlashsak, G'arbiy turk xoqoniga birlashgan aholining hayoti xo'jagi turlicha bo'lgan. Xoqonlik o'troq va ko'chmanchi aholiga bo'lingan. Ko'chmanchining asosiy mashg'uloti chorvachilik bo'lgan. Aholining o'troq qismi nisbatan ijtimoiy-iqtisodiy turmush hayotda muhim ahamiyat kasb etgan. Shuning uchun ham ular jamiyat hayotida juda faol bo'lishgan. Mamlakat hayotda xoqonlik shahar va qishloqlardan iborat bo'lgan. Aholining katta qismi o'troq hayot kechirgani uchun ular dehqonchilik, hunarmandchilik, savdo-sotiq bilan ham shug'ullanishgan. Hunarmandlar zeb-ziynatlar, qurol-yarog' yasagan va ular xilma-xilligi va puxtaligi bilan savdoda ajralib turgan. Asosiy ichki va tashqi savdo suq savdogarlar mavqei juda baland bo'lgan. G'arbiy xoqonlik Xitoy bilan ham savdo aloqalarini yo'lga qo'ygan. 7-asrning birinchi yarmida Xitoyga hattoki 9 marotaba savdo elchilari yuborganligi mamlakatda savdo-sotiq muhim ahamiyat kasb etganidan dalolat beradi. Mamlakat qanchalik kuchli va rivojlangan bo'lmasin, albatta hokimiyatga nisbatan doim noroziliklar bo'lib turgan. Ulardan biri Abro'y boshchiligidagi qo'zg'olondir. Ya'ni dehqonlarning qashshoq aholi Kashovar va Kadivarlarga tazyiqi 585-586-yillarda Xoqon xonadoni vakili Abro'y boshchiligida qo'zg'olon ko'tarishga olib keladi. Qo'zg'olon Buxoro viloyati hududida boshlanadi. Undan jabrlangan zodagonlar Turkiston va Taroz atrofiga qochishga majbur bo'ladi va ular o'sha paytda turk xoqoni Qoracho'rindan yordam so'raydi. Qoracho'rin o'z o'g'lini Sherikishvarni qo'shin bilan jo'natadi. Abro'y qo'zg'oloni bostiriladi, Kadivarlar, xizmatkorlar o'z xo'jayinlariga qaytariladi. Turk xoqonligi tarixi haqida ma'lumotlar shulardan iborat edi. Keyingi mavzuda ko'rishguncha xayr, e'tiboringiz uchun rahmat.